Bu safar vizitga chiqqanmiz, Zomin tumaniga kelganmiz. Va bunda bo'lgan muammosi avtomatik korobka 12. Buni yana o'sha miyasi kuygan. Hozir mana upakovishni yangi miyani olib kelganmiz. Ichlarida miyasida programmalar yo'q, 0 holatda olib kelganmiz. Mana bu o'zini miyasi kuyib qolgan. Buni asosiy kuyish sababi, birinchi sababi gaz bo'yicha kuyadi, ikkinchi sababi akkumulyator o'lib qolsa, akkumulyator ichidan zamka qilsa, miyasini kuydirib qo'yadi. Tekshirmoqdamiz. Kompyuterda tekshirdik, ichida VIN nomerlarini ko'rmayapti, shu bilan bir qatorda kodlarni ham o'qimayapti. Hozir yangi kompyuter qo'yib, ideal holatda bazadan programmalarni chiroyli qilib bitkizib, mashinani zavod qilib klientga topshiramiz. 12 avtomobilimizning ishlari bitdi. Avtomobilimizning programmalashtirish holatlari tugadi. Kompyuterlarni ham uстановка qildik. Zavod qilib mashinani. Mashinamiz zavod bo'ldi. Ichkarida tablolari ham hammasi normal holatda, kalitlarni ham u joyda hammasini o'qitdik, diagnostika ham qildik. Mana bunday kompyuterlarni yangisiga uстановка qilib berdik. Zapchast bo'yicha ham bemalol aloqaga chiqaringlar. Zapchastlarimiz ishonchli. Yana bu avtomobilimizga o'zini maxsus apparatlarimiz bilan balon davlenalari tushirilmagan ekan, balon davlenalarini ham 1.8 ga tushirib berdik. Vizatma xizmatlar bo'yicha bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Mashinalarning qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, avtomobilimizda o'zimiz instrumentlarimiz bilan borib, mashinani turgan joyda ideal holatda yurg'izib, qo'llaringga topshiramiz. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqarasizlar. Biz pastdagi raqamlarda bo'lamiz.